Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yana men bu ikkinchi mavzuim bo'ladi. Ya'ni reabilitatsion pedagogika fanidan nasliy kasalliklar hamda tug'ma nuqsonlarni oldini olish profilaktikasi mavzuyimizni ozgina bo'lsa ham, qisqacha bo'lsa ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Jizzax davlat pedagogika universitetining birinchi kurs magistranti, maxsus pedagogika, maxsus logopediya yo'nalishi magistranti bo'laman. Xo'p, nasliy kasalliklar hamda tug'ma nuqsonlarni profilaktika qilish avvalambor ota-onalarning juda ham mas'uliyatli yondashilishi, ya'ni yosh qiz hamda yosh erkakni to'ydan oldingi bo'ladigan profilaktikasi haqida gaplashamiz. Nasliy kasalliklarning oldini olish, genetik maslahat, nasliy kasalliklarni tarixi bo'lgan, ya'ni o'sha avlod ajdodlarini o'rganib chiqish, ya'ni unda qanday kasallik bor yoki bolada qanday kasallik bor, har birini to'ydan oldin, nikohdan oldin o'ylab chiqiladi. Ya'ni aniqlanadi, tekshiruv o'tkaziladi. Masalan, qizda qon olinadi, o'g'il bola qon olinadi, DNK testi aniqlanadi. Nasliy kasalliklar shu bilan profilaktika qilinadi. DNK testlari ayrim kasalliklar, masalan, Friedreich ataksiyasi, miopatiyalar kabi genetik test orqali aniqlanadi. Shu yo'l bilan kasallikni erta bosqichda aniqlash mumkin bo'ladi albatta. Nikohdan oldingi tibbiy ko'rik, qon analizlar, rezus faktorlar, genetik moslik va boshqa ko'rsatkichlar obdon tekshiriladi. Chunki sog'lom ona sog'lom bola demakdir albatta. Nikohdan oldingi, ota-onalarning yoshi va sog'ligi, kech nikoh yoki homiladorlik vaqti qachon bo'lyapti, nikoh necha yoshda bo'lyapti, har biri tibbiy ko'rikda to'ydan oldin aniqlansa, sog'lom bola dunyoga keladi, xudo xolasa. Tug'ma nuqsonlarning oldini olish, homiladorlik davrida sog'lom turmush tarzi, ya'ni ona alkogol mahsulotlar iste'mol qilmasligi, chakmasligi, asabiylashmasligi, og'ir ko'tarmasligi обязательно juda ham muhim hisoblanadi. Bu yerda toksik moddalarni ham iste'mol qilmaslik kerak, ya'ni psixotrop kabi moddalarni iste'mol qilishi zarar hisoblanadi. Xo'p, virusli infeksiyalardan himoya. Homiladorlikning 2 va 8 haftalarida muhim hafta hisoblangani tufayli o'sha paytda ona o'ziga virusli infeksiyalarni iloji boricha yuqtirmaslikka harakat qilish kerak bo'ladi. Ekologik omillarni kamaytirish, zararli ishlab chiqarish yoki zavod atrofida kimyoviy moddalar ishlab chiqaradigan joyda homilador bo'lish o'zi taqiqlanadi. Chunki radiatsiya nurlanishlari, turli xil kimyoviy moddalar ta'sirida bola nuqson bilan tug'ilishi mumkin albatta. Xo'p, perinatal diagnostika, ultratovush, biokimyoviy skrining va invaziv testlar kabi homiladorlik nuqsonlarini erta aniqlash bosqichi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda muhim tavsiyalar: nikohdan oldin genetik maslahatdan o'tish kerak, homiladorlikni rejalashtirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, ya'ni bu juda ham ko'proq foizi onaga bog'liq hisoblanadi. Perinatal diagnostika orqali tug'ma nuqsonlarni erta aniqlash, ya'ni onaning homiladorlik davridagi ultratovush tekshiruvlari orqali bolani nuqsonlarini aniqlash, qon analizlari kabi profilaktik ishlar amalga oshirilsa, sog'lom bola dunyoga keladi. Xullas, hurmatli onalar, hurmatli otalar, bo'lajak otalar yoki hurmatli bo'lajak onalar, o'z farzandingizni o'z kelajagingizga shunchaki zaif nigoh bilan qaramang, chunki farzandingiz sizning kelajagingizni ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Uning sog'lomligi esa sizning qayg'urishingizni birinchi o'rinda albatta turishi kerak bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli video bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Ilhom O'rolov, ya'ni Jizzax davlat pedagogika universitetining birinchi bosqich magistranti bo'ldi. Hammaga rahmat.